Mana qangi energetiklar ichish o'rniga hayot uchun xavfli bo'lgan narsalarni ichish o'rniga akalar, buni menga qo'yib olsa, burchatkamiz mustahkam bo'ladi. Qo'ying burchatkani. Uring uni. Ikkinchisini qo'ying. Begam ozgina qo'yib beramiz. Burchatkamiz tayyor. Hurmatli obunachilar, 2025-yilda uyingizga shunaqangi burchatka qilish, o'rnatish, bosib berish xizmati 2025-yilda sizlarga qancha yetishadi, hurmatli obunachilar? To'liq ma'lumot berib ketishga harakat qilamiz. 120 kvadrat joyga nimamiz burchatkamiz o'rnatilgan. Burchatkamizni 120 kvadratga necha puldan tushyapti usta haqqi? Usta haqqi qalamning hisobida burchatkani o'zi yotishi. Aha. Sotib oladigan narxi esa uyda egasi 50 ming so'mdan buni kvadratini sotib olibdi. Kvadrati 50 ming so'mdan sotib olinyapti. Agar mana granit qilinadigan holat bo'lsa, bu 54 ming so'mdan tushadi. 54 ming so'mdan tushadi. Agar sizlar tayyor mahsulot olib kelib o'rnatib beriladigan bo'lsa, sizlar tayyorni olib kelib bersa, sizlar o'rnatib bersanglar. Necha puldan tushyapti hozir? Bitishi? Qo'yiladigan bardyorimiz 10 ming so'mdan, palasi qo'yiladiganimiz bu ham 10 ming so'mdan bo'ladi. Zarskasi xizmat hamma ichida bo'ladi. Hamma yo'q xizmat ichida qirg'aga qo'yilgan bardyorimiz 10 ming so'm, atrofiga qilingan ramkasi, hurmatli obunachilar, to'rtburchak ramka bilan ajratilgan ramkamiz har bittasi 10 ming so'mdan. Bu granitimiz, hurmatli obunachilar, granitimiz ramka bilan ajratilgan 10 ming so'mdan. Eni 10, uzuni 60 sm, hurmatli obunachilar. Bu joyimizga 120 kvadratimizni pulini hisoblaydigan bo'lsak, usta haqqisi 16 million so'mga tayyor bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Shu ramkalari, atrofdagi bardyorlari bilan. To'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi telefon nomerlariga va